Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun donixo'rak va uning sabablari degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi donixo'rakningki qandoq paydo bo'lganligi, uning asosliq sabablari va uni bartaraf qilish to'g'risida qisqa va oddiy qilib tushuncha berib o'tma. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bolsun. Donixo'rak teridagi tük xaltasının may və ölük teri hücrələri tərəfindən toslub qilish nəticəsində kelib çıxan teri kasalligi bo'lib, gerçi u o'xshamagan yoshdagi o'g'il qiz və er ayollarning hammasida ko'rilsa-mu, ammo u o'smirlar və yoshlarda ko'p uchraydi. Bunun asaslık sebebi ösmür ve yaşlar yetilayotgan vaqtida bedendeki hormonlarninki o'zgarishi bilan munosabatlik. Ösmürlük davridagi donixo'rak o'g'il bolalarda ko'p uchraydi. Ammo cho'nglardagi donixo'rak ayollarda ko'p uchraydi. Donixo'rak odatda yuz, peshona, burun, ko'krak, ustinki bel ve müre teriside köp görüldü. Bunun asaslık sebebi bu joylardagi terinin may bezleri en köp bulup tük yıldızı may bezleriga ulindi. Yani texmi aniq qilib aytgan vaqtida donixo'rakninki paydo bo'lishida mushu teridagi may bezlarininki may ishlab chiqarish miqdori bilan belgilik münasebetlik. Şunlaşqa mushu may bezleri köp tarqalgan joylarda donixo'rakmi köp ko'rildi. Ko'rayotgan bu rasm mushu teri va u teri ustidagi bir tal tükninki qurilmasi bo'lib, buningda ko'rayotganinglardagidek asosliqi tük to'shuvchilari, tük xaltası ve tük xaltası etrafıga joylashgan may bezleri. Mening bu resimni sizlar bilan o'rtoqlashishdan asosiy maqsad mushu donixo'rakning, teridagi donixo'rakning paydo bo'lish jarayonini texmi oson tushuntirish. Ya'ni normalda bu teridagi may bezleri, seriq rangdagi bu may bezleri teridagi tük xaltası bilan tutuşidi. Tük xaltası da inchke tük bar bo'lib, tük to'shukchilari bo'lsa, tük xaltasının sirtqa ichiladigan ig'izidir. Odatda sog'lom terida may bezleri may ishlab chiqarib, uni tük to'shukchilari orqali teri yuziga ajratib chiqardi. Teri hujayrasi tük xaltasının ichiga joylashgan hujayralar bo'lib, odatda badanda teri hücreleri her xil sebepler tüpeylidən ölüp teriden acırgan vaqtida tük to'shukchilari orqali teri sirtiga chiqarilib tashlanadi. Yani mayli bu may bezleri ajratib qolgan maylar bo'lsin yoki ölüp ketgan tük xalta hücreleri bo'lsin, vaqtida sirtga chiqarilib tashlanganligi uchun bu tük to'shukchilari, tük neyçileri odatda ravallıqni saqlab qoladi. Ammo donixo'rak paydo bo'lgan insonlarda yoki donixo'rak paydo bo'lgan vaqtida tük, may ve o'lik teri hücreleri tük to'shukchilari ichida o'zaro to'plashib, mayning teri sirtiga ajratib chiqarilishini to'sib qo'ydi. Bu teridagi bakteriyaning tük xaltası ichida ko'payib, yallig'lanish, ishib qilish, qizirib qilish va og'rishni paydo qiladi. Mana bu terida donixo'rakning paydo bo'lish jarayoni va asosliq sababi. To'silib qolgan tük xaltası yirilgan vaqtida uningdagi bakteriya, teri hücresi va maylar teri sirtiga yiqib chiqib, terini zaxmlandirdi. Bu
mushu terida paydo bo'lgan donixo'rakninki ig'irlashishi va terida zaxmi paydo qilishniki mexanizmi. Yuqorida men bu donixo'rakninki paydo bo'lish jarayoni, mexanizmini rasm orqali tushuntirib o'tdim. Undaqda bu donixo'rakni keltirib chiqadigan omillar nima yoki qandoq omillar mushu donixo'rakninki paydo bo'lishiga sabab bo'ldi degan vaqtida birinchisi mayliq teri yoki terida ziyoda ko'p may ishlab chiqarish. Ikkinchisi tuxaltisi may va o'lik teri hücreleri tarafından toslub qilish. Yani may bezler ishlab chiqargan maylarniki ravan sirtqa eqib chiqolmasligi. Üçüncüsü bakteriya bilan yuqumlanish, yallig'lanish. To'rtinchisi badandagi hormonlarning o'zgarishi. Yani androgen degan hormon balog'atga yetganda o'g'il qizlarda ko'paydigan hormon bo'lib, u may bezlarining cho'ngishini va may ishlab chiqarishning ko'payishini keltirib chiqardi. Shu sababdan balog'atga yetayotganlarda oson donixo'rak paydo bo'ladi. Beshinchisi tarkibida ba'zi hormon bor yoki hormon dorilariningki aks ta'siri sababidan bu donixo'rak paydo bo'lishi mumkin. Oltinchisi ro'y besim donixo'rakni keltirib chiqarmaydi. Ammo ro'y besim badandagi ba'zi hormonlarga ta'sir ko'rsatishi va donixo'rakni ig'irlashtirishi mumkin. Yani biz qancha jiddiylashgan vaqtida badanimizdagi hormon tangpungligi buzilib, bizningki bu stress, yani hayotimiz stress mushu aslidagi donixo'rakni texmi ig'irlashtirib o'tishi mumkin. Ko'rayotganinglar mushu donixo'rakninki har xil turlari o'xshamagan insonlarda o'xshamagan terida yoki o'xshamagan sabablar, omillar tufaylidan ham uning ustiga bu yallig'lanishninki ig'ir yengilligiga qarab bu donixo'rakninki turlarimi o'xshash bo'lmasligi mumkin. Ko'rayotganinglar odatda ko'p uchraydigan 6 xil donixo'rak. Donixo'rakni bir taraf qilish. Biz mushu o'sib ketilayotgan bolalarimizda yuzlariga donixo'raklar besib ketgan vaqtida ota-ona bo'g'ichi albatta uningga jiddiylashimiz yoki uni yuzlarida ularning yuzlari dog' qilishidan andish qilib, har xil amallarni qilib davolashga tirishimiz. Undaqda bu biz mushu bolalarimiz yoki atrof yaqinlarimizningki yoki o'zimizning yuzda mushunda donixo'rak paydo bo'lgan vaqtida uni qandoq bir taraf qilamiz yoki bir taraf qilishda nimalarga diqqat qilamiz degan vaqtida donixo'rakni bir taraf qilish va davolashda asosligi terining yallig'lanib qilishi, zaxmlanishi, mangulik totuq va dog' paydo bo'lishining oldini olishni maqsad qiladigan bo'lib, tövendikilarga alayda diqqat qilishga to'g'ri keladi. Birinchisi terini pokiz tutish, davomli issiq suv va mayliq teriga mos keladigan sopun bilan yuzni mushu donixo'rak bor o'rlarni yuvib turish. Yani bu yerda men yuqorida deb o'tgandekidek bu donixo'rakninki paydo bo'lishida may bezlari ajratib qolgan maylarniki ravan sirtqa chiqib ketolmasligi, tük to'shqichlarininki to'silib qilishi va yallig'lanishidan bu donixo'rak paydo bo'ladigan bo'lg'achqa bu issiq suv bilan yuzlarimizni yoki donixo'rak paydo bo'lgan yerlarni yuvgan vaqtimizda bu tük to'shqichlari ichiladi, ya'ni kengaydi. May bezlarniki ravan sirtqa chiqib ketishiga kapolat qilg'ili bo'ladi. Andan keyin bu sopun tanlagan vaqtidami mushu mayliq teriga mos keladigan sopinlarni tanlab ishlatib, mushu terida ajratib chiqargan maylarni vaqti-vaqtida tozalab turgan vaqtida bu donixo'rakning ig'irlashib ketishniki oldini olg'ili bo'lishi mumkin. Ikkinchisi donixo'rak bor yerni pokiz bo'lmagan qo'l bilan qoshlamaslik. Yani bu donixo'rak paydo bo'lgan vaqtida balkim qish
yaxshi, rahatsiz his qilishi mumkin, his qilishimiz mumkin. Shu sababdan biz ixtiyorsiz holda qoshlab qolamiz. Shunglashqa bu yerda mo'yin bo'g'ini mushu pokiz bo'lmagan qo'l bilan qoshlamaslik, bo'libmi totilab terini zaxmi qilishdan alayda saqlanish kerak. Uchinchisi, suvni yetarlik ichish, terlash va terlarning ravon bo'lishiga kafolat qilish. Biz su yetarlik ichmagan vaqtida biz terlamasligimiz mumkin. Terlamagan vaqtida bu ter chiqmaganlikdan, ya'ni ter bezlari yoki ter to'shikchilari tozalanib turmaydi, ravon bo'lmaydi yoki to'slab qilish sababidan bu donixo'rakninki paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunglashqa birisi terini pokiz tutish, issiq suv va mayliq teriga mos keladigan sopun bilan yuvib turish, andan keyin donixo'rak bor terini qoshlamaslik, totirmaslik, zaxmi qilmaslik. Uchinchisi, suvni yetarlik ichib, mushu terning ravon chiqishiga kafolat qilish. Bu mushu donixo'rakni bir taraf qilishda bizning alohida diqqat qilishimizga tegishli ishlar. Undaqda donixo'rakni qanday davolaymiz? Hamda hozir bu donixo'rakni davolashda tövendiki usullar asası qilinib ishlatildi. Yana men bu yerda bu sol tarafda uning inglizini qo'yib qo'ydim, chunki ba'zi dorilarning ismini Uyg'urchaga tarjima qilish qiyin bo'lganligi uchun, uningga nima deb ism qo'yishni bilmaganligim uchun men bevosita uning inglizini qo'yib qo'ydim. Buni oddiy qilib Uyg'ur tushunadigan vaqtimizda birinchisi antibiotik dorilarni ishlatish orqali mushu terining yallig'lanib qolishining oldini olish, ikkinchisi terini siliqlashtiradigan tatiqning oldini oladigan dorilarni ishlatish, ya'ni tatiq bo'lib qolishining oldini oladigan dorilarni ishlatish. Uchinchisi, may ishlab chiqarishni kontrol qiladigan dorilarni ishlatish. Ya'ni men yuqorida deb o'tgandek, bu donixo'rakninki paydo bo'lishda teridagi may bezlarining haddidan ziyoda ko'p may ishlab chiqarishi yoki maylarninki teri to'shikchilar ichida to'silib qilib sirtqa ravon chiqolmasligi sababidan bu donixo'rak paydo bo'lg'achqa bu may ishlab chiqarishni kontrol qiladigan dorilarni ishlatishmi bu donixo'rakni davolashda bak muhim. To'rtinchisi, o'lik hujayralarni tozalash, ya'ni shu to'shikchilarninki tuk xaltasiniki to'silib qilishini keltirib chiqaradigan shu o'lik hujayralarni tozalab turadigan dorilarni ishlatish. Buningki shu bir misoli salisylik asid, bu yuzni pokizlaydigan bir dori. Beshinchisi, teri pokizlash dorisi. Buningki misoli salfa, ba'zi sopillardimi bu xil dori tarkibi bo'lishi mumkin. Oltinchisi, hormon dorilari bilan davolash. Yettinchisi, lazer nuri va odatdagi nur bilan davolash. Sakkizinchisi, donixo'rakni chiqarib tashlash, ya'ni kesib chiqarib tashlash. To'qqizinchisi, operatsiya qilish orqali shu donixo'rak sababidan paydo bo'lgan ba'zi tatiq dog'larni davolash. Bu shu donixo'rakninki paydo bo'lish jarayonidan oxirigacha taraqqiy qilish jarayonida o'xshamagan davrlardagi qo'llanilgan davolash usullari. Bugungi bu donixo'rak va uningki sabablari degan qisqa leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bo'libmi bak bu yoshlar yoki shu oilada bolalari shu xil ahvolga giribtor bo'lgan ota-onalar bu leksiyani anglab chiqish orqali balkim o'zlarininki bu kasalning paydo bo'lishiga balkilik tushunchisi bo'lishi va u kasalni bir taraf qilishga oz to'la foydasi bo'lib qolar deb bu leksiyani so'zlab o'tdim. Oxirida hammanglarning salomat bo'lishini tilayman. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.